Mana buni qarang, mana bagajga to'lov qilib aviaservisdan bilet oladiganlar eshitib qo'ysa mana. Aviaservislar shunday aviaservisdan bilet oladi, bez bagaj bo'lib qoladi. Bagaj oldim deydi, lekin bagaji yo'q bo'ladi. Mana shu aviaservisdan olgan aka-ukalarimiz bagaj 5 kilolik, 10 kilolik, 3 kilolik shunday bo'lib. Bagaj bilan sotib oldim degan, xullas yo'q. Ism, familiya, seriya raqamlar xato bo'lgan. Har bir seriya raqamlari uchun ilmiy xato bo'lganlar uchun Yuter kompaniyasi 4000 atrofida to'lashga yapti. Mana bu yerda kilogrammi 1100 ga aylanib ketyapti. Mana ko'rib turganlaring, mana bu представитель. Mana bu представитель. Naryoqda registratsiya ketyapti. Bu представительga hamma kelib boshqa qiladi, lekin foydasi yo'q. O'shaning uchun Yuter kompaniyaga bagaj bilan oldingizmi, normal bagaj bilan keling yoki bilet olgandan sirazi 20 kilo, 30 kilo qo'shtirib olsangiz sizga arzonroq. Atak buni aeroportda qo'shaman desak, buning iloji yo'q. Yuterga, qanot sharfga umuman iloji yo'q. Kilogram sayyorasi. Xizmatdamiz, qo'ldan kelgancha yordamdan qilishga harakat qilamiz. Faqat kelgan holda bilet xarid qilingizlar, telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelingizlar.